Hürmetlik vatandaş, bugün Çislağa 2022 yıl 4. ayının 18. günü endi dedik, muşundaq vaziyat qistap kelgende cüngoluqu cüngnan xay nima ish qiladi? Bunun da başki xarakterini aytdik. Da küçükken mayaqdaki sakravat, o emişi sakravamaydı. O g'aljarlaq qilishi kerak. O qo'l soladi. Vatan ishida bostirishga qo'l soladi. Hozir Beijingni qamal qildi, Shanxayni qamal qildi, bo'ldi voqealarning hammasini ko'rib bo'ldinglar vatandosh. Shanxay och qoldi. Ata qo'saq yegidik, tamoqmi topolmadi. Yani keyingi jaryon nima, uni siz biz ko'rmagan ekan, birini bilmaymiz. G'aljarliq kesili giribdor. Bu g'aljarliq kesili jungodan burunqisi qo'yib turaylik, kelyapti, burundan deyli. Qachon shundaq avzaylab ketdi, jiddiylashib ketdi. Esingizda bormi, men sizga leksiya qilib so'zlagan edim. 2021-yili 10-oyning 26 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken bir nutq so'zladi. Oktyabr inqilobi dedi. Agar asl inqilob bo'ladigan bo'lsa 1917-yili Peterburgda Avropada etilgan zambirak bilan Oktyabr inqilobi degan atalmish inqilob Rossiyada portlagan bo'lsa, bugun endi haqiqiy inqilob, haqiqiy Oktyabr inqilobi bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida portladi. Ya'ni davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning og'zidan chiqishi bilan butun dunyoda portladi dedi. Bu inqilob qanday inqilob edi? Davlat ishlar kotibi Antony Blinken shu vaqt nima dedi? Butun dunyodagi davlatlar harakatga kel, qo'zg'alib o'rnidan tur. Tayvanni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga elib keldi. Esingizda bormi? Ben başta aytdim, bu Asiyada Tayvan jungoning mana shu kundan boshlab jungo g'aljarlashdi. Shu kundan boshlab Xitoyning ichi va teshidagi jasuslari g'aljarlashdi. Masalan, Nyu-Yorkda shu oraliqda Li Jinjin deydigan bir advokatni anglasam, bu Tiananmen voqeasiga qatnashgan odam ekan. Hozir bu to'g'ri xilma-xil gaplar endi o'tirib chiqyapti. Qanday qilishdan qat'iy nazar bu qonun va Amerika aniqlaydi buni adliya. Li Jinjin degan bu advokatni bir ayol kishi, ya'ni Xitoy kishi, u kishi Nyu-Yorkda o'q chiqarib etib etdi. Bu munosabatlarning ichi teshi qanday bo'ladi, lekin bir nozik taraf bor vatandosh. U nozik taraf nima? Bundaq delollar ehtimol Amerika va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi munosabatlar doirasi kirib qilishi mumkin. Shunga bundaq ahvolda Amerikada adliya bu ishga oldirab ketmasligi mumkin. Jiddiy bir taraf qilib ketishi notayin. Mushundaq ishlar yuz berdi, hozir g'aljarlashdi. Tunji qatim anladik, biz Amerikaga kelgili 27 yil bo'lay dedi. Mushu oraliqda Xitoy jasuslari, Xitoy odamlari mushundaq siyosiy delolarda o'q chiqadi degan gapni endi angladim. Demak, bu meni demakchi bo'lganim, Xitoy hozir chet ellarda qo'l soldi, chet ellarda g'aljarlashdi siyosat odamlariga. Masalan, Jungo Kompartiyasi qarishtirayotgan siyosat odamlariga qo'l soldi, zo'ravonlik vositasini ishlatishga boshladi. O bundan tatmidi, ayıqmi deydi davatimiz. Bunun uchun Nyu-York shahrida mushun qo'l solish uchun haliqi Javziyan Xuyobon fondi jamiyati degichilar avval jamoat fikr topildi. Jamoat fikr to'plagan vaqtida o o'zi o'tirg'i bebos chiqmadi. Hozir Xitoy torbachiligining so'ziga qaraganda Li Jinjin degan odam yaqinda o'tirg'i chiqqan zanjirlangan ayol to'g'risida ortiqcha, ya'ni Xitoyning nazarida ortiqcha gap qilib qo'yganligi uchunlar uning o'lim jazosi berdi. Aynan o'lim bilan tahdid yoki o'lim bilan ogohlantirish berdi. Başka faaliyetçilerge ölüm bilen ogohlantirish berdi. Demek, Jungo Kompartiyasi hozir tashqari dunyoda qon to'kish bilan faaliyetçilerge zarba berishga o'tdi. Uningdan avval jamoat fikr to'plash, qip-qizil yolg'on. Aş qanab turdigan yerlari bor, shu qanab turdigan yerda qanab chiqqan qanda qip-qizil yolg'onlar bo'lib o'tirib chiqib, sen unda qilding-ku, sen bunda qilding-ku, deb
chiroyli hikoyalar va to'qib oladigan. Lekin nadan xanzulani, ahmoq xanzulani Xitoy jamoat fikri o darajada nadan emas. Chunki o ma'rif ko'rgan millat. Chunki ma'rif o'zining qo'lida. O ma'rif ko'rgan millat o darajada nadan emas. Nadan bo'lmasimi avval shunday jamoat fikri ishlab turib, jamoat fikrini tayyorlab turib, enandagi Li Jinjinga qo'l soldi. Tushundingizmi vatandosh? Şunu bilan biz bosh so'zlagan 5 nafar kishi josuslik bilan gumonlanib qo'lga olindi. Bunaqa munosabatlikmi emasmi bilmaymiz. İki voqea bir vaqtning ichida yuz berganligi uchun men shunday aytib o'taman. Anadagi yana bir xabarda 8 nafar josus tergovga o'tdi ya tekshirilib bir qism qo'lga olindi. Yoki ikkisi bir delomi men farqlantiramadim. Atog'im farqlantirib yan to'liqlab so'zlab berishim mumkin. Meni demakchi bo'lganam hurmatli vatandosh, hozir Xitoyning g'oljirligi shu darajaga yetdi. Davlat ichida Xitoyning vatani ichida Xitoyning g'oljirligi shu darajaga yetdi, davlat sirtida. Davlat sirtidagi siyosiy faoliyatchilarga, Jungo Kompartiyasi qarshi siyosiy faoliyatchilarga siyosiy ziyonkashlik qilish, zo'ravonlik bilan ziyonkashlik qilish darajasiga. Tushundingmi mana? Xanzuning ongliq odamlari, ongsiz odamlar bo'linglar. Buni oqlayman deb avori bo'lmanglar, tushundirman deb avori bo'lmanglar, qo'g'dayman deb avori bo'lmanglar. Xitoy frader, Amerikada yashayotgan Xitoy frader bo'landa qo'g'dayman deb avori bo'lmanglar, bu o'tirg'i chiqib qoldi. Buningga javob berdi. Mush ishni paydo qilgan Xanzu kishilar yoki Xitoy kishilar boshda aytgandek Adliya mahkemesi casus yoki gumoshda deb qo'lga olganda shu kishilar buningga qonun oldida javob berdi. Buni qonun bilan bir taraf qildi Amerika, biz buningga ishonamiz vatandoshlar. Shunga Xanzulam shuning ishindi, biz ularni hay qonun bilan bir taraf qilinglar, ishni deb turamiz deyman. Uni demasak bo'lmaydi. Chunki Amerikada qonun bor, ta'kidlaydigan qonun bor. Şuna bir yerda oqlayman deb avaro bo'lmang, gür qilib madad beraman deb avaro bo'lmanglar. Xanzu demokratlar. Bilanda ana Amerikaning siyosiy, tashqi siyosiy qonun va qonun asosidagi taftishning tekshirishi shu orqali Li Jinjin qanday etib o'ldirildi. Yana boshqa voqealar ketishgan nima bor. Buning ichida eng qizg'itoq bay ko'rdingizmi boshlikcha so'zildi-ku. Bularning Xuyobon, Javziyon, Pon jamiyati chaqirdigan yig'ini yilda bir qatimmi, haftada bir qatim buni bilmadim. Bu chaqirdigan yig'iniga Tibetlarni chaqirdi ekan, Uyg'ur tilida so'zlaydiganlarni chaqirdi ekan, ichki Mo'ng'ol odamlarni chaqirdi ekan. Demak, ishlar bir tutash degan gap, tashkillik degan gap. Koniyangisi birlashtirish bilan boshlanyapti bu ishlar degan gap. Agar buning eg'irligi vaziyatning eg'irligi. Chunki Kompartiyasi vaziyat qistab keldi. Mayli bu qachon bo'lsa masalan e'tirof qilish Amerika Qo'shma Shtatlari buning nima deydi? Hukumatning ishi va vatandoshlar. Biroq buni Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilish degan gap o'tirg'i chiqib qoldi. Endi hozir yuqori darajalik o'rliganda masalan Sabiq Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ni davlat ishlar kotibi o'rnida ko'rsak, shu vaqtlardagi Oqsaroyning davlat bexatarligi maslahatchisi, sobiq maslahatchisi Jon Bolton Tayvanda askar turg'izish, Tayvanni mustaqil davlat deb e'tirof qilish, mushu darajaga yetdi degan gap bugun endi jonlining nazarida aytganda Regoshangdi may Uyg'urcha tarjimasi dab qutishgan mayoqdek sakrashga boshlagan Jungo Kompartiyasi hamma qilsa qiladi. Chunki bu oxirgi g'oljirlik, balki oxirgi sakra. Partiya uchun, bir partiya uchun aytganda oxirgi sakra.